Bitta uyda 3 ta shkaf, bitta kuxnya. 3 ta shkaf bir-biriga umuman o'xshamaydi. Obzorni oxirigacha ko'rsanglar, ko'rib olasizlar. Bu kuxnyamiz Koxota жилой kompleksida joylashgan bo'lib, bunaqasiga 380 va kuxnyani patologgacha yasaganmiz. Bu yoq tarafiga 120 lik qilib yasab berganmiz. Kuxnyada bo'lish kerak bo'lgan narsa, hamma narsa joylashtirib berilgan va stolishnichamizga eng qimmat kvars stolishnichadan foydalanganmiz. Bu yerda bu yoq tarafimizda kotyolni yopib borganmiz. Endi kattaroq joy qoldirishgani uchun kattaroq shkaf qilingan. Undan keyin mana gaz, moyka, orada рабочий zona. Xolodilnikni ham hamma narsasini joylashtirib berganmiz. Keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu mehmonlar uchun xona. Buni milliy xona deb nomlangan. Bu eshigimizda ko'rib turganingizdek ornamentiga mana shunaqa gullarni ishlatganmiz. To'g'ri, bu taxtadan emas, taxtadan bo'lganda qimmat bo'lib ketardi. Mana shu narsani biz simala variantida qilib berganmiz. Bu yerda urg'u beradiganimiz fasadni yasalishlariga ko'rib turganimizdek 3 ta otsek qilib aylangan va uni bir-biriga ulaydigan variant qilib berganmiz. Keyingi xonamiz asosiy spalniy xona. Bu yerda ko'rib turganingizdek fasad ham yana neobычный, ikkalovi bir-biriga ulanadigan qilib mash fasonni yoqtirganlar. Mana shu narsani qilib berdik. Bu yerda ham o'ziga yarasha vid bergan. Bu yoq tarafimizda kravat dizaynda nima berilgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani baquvvat qilib mana ko'rib turganingizdek umuman spinka taraf qimirlamaydigan qilib berilgan va o'zimizning mягкий kravatlar yo'nalishimiz ham bor. O'sha narsada o'zimizga mashqga yasab berganmiz. Bu yoq tarafimizda trimo zonasi oynani shunday yopishtirib yuborilgan va bu yerga trimoni qotirib berilgan. Keyingi shkafimiz prixoshka zonasi. Prixoshkani ham neobычный tarafi 4 ta chetidan obklad aylangan va shuni o'zida tugatib berilgan. Bu yoq tarafida konsol qilib berilgan. Devorga osib turib mana shunaqa noshkaga qilib berganmiz. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.